Şinjan dərində çıxılıb futbol müsabaqası başlamoqchi. Şinjan Avropalı Xalq Hökumətininki e'lon qilgan uqtirishida 2026-yil Şinjan dərində çıxılıb futbol birləşmə müsabaqasının ilk berilganligini. Bu qitimliq müsabaqa 2026-yil 5-yilda başlangan bo'lib, 7-yilda oxirchiligini e'lon qilgan. Bu qitimliq musobaqa diyorimiz Şinjan futbolchiligida cho'ng ko'lamda katta futbol musobaqasi bo'lib qolishida gap yo'q. Anglashga qaraganda bu qitimliq musobaqa qatnashgan har qaysi komandalarning tayyorligi puxta tutayotgan bo'lib, 15 shahar vakillari komissiyasiga qatnashgan. Ular bo'lsa G'ulja, Bo'rtla, Atosh, Qashqar, Xotan, Aqsu, Qarmay, Qumul, Turpan, Oltoy, Shixo, Cho'chak, Urumchi, Korla, Sanji qatorliq komandalar qatnashgan. Bu qitimliq musobaqa diyorimiz Şinjan futbolchiligidagi yosh futbolchilarimizga yaxshi bo'lgan bir sakin deb qarashga tamoman bo'ldi. Meningcha bo'lganda siz qaysi shahardan bo'ling, o'z komandangizga madad berishni shundaqla Şinjan futbolchiligiga ko'ngil bo'lib aktiv ovoz qo'shishingizni tavsiya qilamiz. Bu qitimliq musobaqani uyushtirgan Şinjan Avropalı Xalq Hökumətiga, shundaqla Şinjan Avropalı Tantara idorasiga, futbolchilar jamiyatiga tashakkurlar bildiramiz. Musobaqaning yaxshi boshlanib, g'alabalik oyoqlashini chin ko'nglimizdan umid qilamiz.